bo'lsin sizlarga bo'lsin deb boshqalar onlayn kursda o'rgatadigan retseptni tep-tekinga sizlarga o'rgataman. Buni orqasidan biznes qilsangiz ham bo'ladi. Men dangasi onamasman 30 kunlik challenge'imizni 24-kuni. Aniq bilaman, buni pishirib ko'rmaganlar pishirish juda ham qiyin deb o'ylaydi. 4 ta tuxum, 200 g shakar, 1 choy qoshiq vanilya shakar va 1 chimdim tuzni solib ozgina ko'pirtirib, 250 g margarinni solib bir aralashtirib, 250 g unni solib, xuddi shunaqa xamir holiga kelguncha aralashtirib olamiz. Voy bilasizlar, podvolga tushsam, ojonni sovet davridan qolgan vaflili qoliplari yo'qdi. Endi nima qilaman deb internetdan qolip qidirishga tushdim. Biznes qilish uchun hamma narsasi bor. Xitoydan birinchi qo'l magazin topib oldim. Buyuk karavan magazinidan xuddi shu qolipni ko'rib qoldim. Inshaalloh meni kelinim ham, kelini ham shu qolipda pishirsin deb shu qolipni oldim. Menga eng yoqqani graduslarigacha. Esingizdan chiqib qolsa minutlargacha bor ekan. Poynigo'r opa zo'r ish qilibsiz qolipni olib, retseptni davom eting deysizmi? Davom etamiz. Qolipni 190 gradusga yoqib, ozgina boshda yog'lab, xamirimizdan 45 gramdan solib, har birini 1 daqiqadan pishirib olamiz. Pishishi bilan issiqligida tezlik bilan o'rab, ozgina ushab turasizlar. Buni nachinkasiz yesa ham bo'ladi, o'zi ham juda ham choy bilan zo'r ketadi. Agar ichiga varyoniy sgushonka solmoqchi bo'lsanglar, ozgina zichroq qilib o'rashni maslahat beraman. O'shanda varyoniy sgushonka ham kamroq ketadi. Xohlasanglar, varyoniy sgushonkaga birga bir sariyog' aralashtirib, ozgina mikser qilib, nachinka o'rnida ishlatsanglar ham bo'ladi. Bolalik davringiz esga tushib ketdimi? Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.